Avrupa parlamentida o'tirg'a qo'yilgan Sürgündü nidalar nomli dokladda Uyg'urlarning vaziyati va talablari bayon qilingan. 2 may kuni Yevropa parlamentida Uyg'ur, Hong Kong, Belorussiya, Nikaragua masalalarini o'z ichiga olgan Sürgündü nidalar nomli bir doklad o'tirg'a qo'yilgan. Mazkur doklad Markaziy Shvetsiyaning Stokgolm shahrida bo'lgan Xristian Demokratlar xalqaro markazi deb atalgan partiyaning raisi Elizabeth Lan boshchiligida tuzilgan bo'lib, Uyg'urlar masalasi uning tunji temasi bo'lgan. Sürgündü nidalar nomli doklad Yevropa parlamentining siyosat belgilaguvchilariga qarshi hozirlangan bo'lib, uning usti ochiq turmada yashayotgan Uyg'urlarga oid bo'limi 3 qismdan tuzilgan. Amerika parlamenti a'zolari Uyg'ur majburiy emgigiga chetildigan Xitoyning to'rda parcha setish shirkati Shein guruhini tekshirishni talab qildi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirishicha, bir guruh parlament a'zolari Adidas, Nike, Shein va Xitoyning mal sotilish detali TMOning bosh ijroiya amaldorlariga ularning ta'minlash zanjiriga munosabatli savollar bilan maktub yo'latgan. Amerika parlament a'zolari aksiya nazorat qilib boshqarish tarmoqlarini Shein guruhining Uyg'ur majburiy emgigiga chetishliq emasligini isbotlashni talab qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang 2021-yil 2-oydagi harbiy siyosiy o'zgarishdan keyin siyosiy krizis davomlashayotgan Bermani ziyorat qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Qin Gang Bermadagi harbiy o'zgarishga rahbarlik qilgan general Ming Ang Xoling bilan ko'rishgan. Yegilishicha, bu Xitoy bilan Berma harbiy hukumati orasidagi eng yuqori darajali uchrashish ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken va Chex Tashqi ishlar ministri Yan Lipavlski riyosatchilik qilgan Amerika-Chex strategik dialog yig'inida ikki taraflik munosabat, shundaqla Rossiya va Xitoyga qarshi hamkorlik muzokara qilindi. Tayvan davlat mudofaa ministrligining bildirishicha, o'lish kun kechdan tunugun kechgacha orol atrofida Xitoyning 27 harbiy aeroplani va 7 urush paraxoti bayqalgan. Rossiya Ukrainani prezident Vladimir Putinni qaslab o'ldirishga urinish bilan aybladi. Rossiya doiralari Ukrainaga tava 2 ushqusiz aeroplanning Kreml sarayiga hujum qilishga uringanligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy biz Putinga hujum qilmadik dedi. Kiev bayonotida atalmish hujumning Rossiyaning Ukrainaga cho'ng bir tajovuz qilishga tayyorlik qilayotganligini ifodasi ekanligini aytdi. Yegilishicha, Xitoyning shimolidagi Shandong o'lkasining Liaochang shahridagi bir ximiyalik zavodda yuz bergan portlashda 9 ishchi o'lgan.